Məşhur şəxslər haqqında hekayələr. Şəfqət həmşirisi Rizvangül. Abduri Tursun Ərşidin. Mənmi oxuyman. 30-cı illərinin aldı keyində Qulchi şəhrində yenice fənni məktəblər burunqıdan xəlli köpəydi. Bu məktəbdəki oxuvchilar sani işib, məktəb yaşığı yetməyən ballarının həvəsini qozğab, ularning patraq məktəb qoyniga kirish arzusini küçəytdi. Uruq, inchga, qarqumchaq, ko'zlari o'ynab turadigan, ikki tal qilib o'rilgan chechining uchiga kang qizil linta bog'lab olgan, oq ko'ptisining ustidan qora rangli asma yubka, putiga uzun oq paypoq ham qora bitinga kiygan kichkina bir qiz har kuni oppoq oqartilgan maktabdan kiyinib kelib, egiz oq teraklar bilan qo'rshalgan sinflarning darislaridan anglayotgan ritmlik ovozlarga quloq solatdi. Andın to'liq yechib etilgan maktab darvozasining sirtida turib, qo'ng'iroq chinishi bilan maktab bolalarining qiy-chuv qilishib, sinflardan to'kirlashib chiqishiga, shu chaqda cho'ng bir kishining eg'izga parqarab turadigan qalay pushtakni silib, chirt-chirt qilib chilishi bilan tang bolalarning ratlik tizilib mengshlariga havaslanib qarab ketadi. U qiz dastlab maktabni ko'rgili kelganda Udulla darvozasidan kirib kelgan edi. Biroq darvozaga qaraydigan ochiq yomon bir odam uni to'sib oldi. "Hey, qizchaq, nega borsiz?" To'satdan chiqqan bu bum ovozdan cho'chib ketgan qizchaq o'rnida chippada to'xtab keyin qaradi. Yendila xuddi tamdak yo'g'on, saqal burutliq bir odam, xuddi o'ziga o'xshashla yo'g'on bir tevilg'i supurgini tutgan holda turadi. "Hech nega", dedi qiz bo'sh ovozda bir barmoqini og'ziga solgan holda qo'rqimsirab. "Әмісі мәктәпке кіріп кетіп барсыз ғо? Bu degan maktab bolalar o'qiydigan joy. Bu yerga boshqalarning kirib qalaymiqan qilishi bo'lmaydi. Bolalarning hammasi sinflarda jimjit o'tirib dars anglayotidi. Meni darhol keting. Opangiz ansirab qolmasin." "Yo'q, ketmayman", dedi qiz qo'lini og'zidan tushirib, ham yiliqi odamning urmaydiganligiga ko'z yetgandan keyin o'zini tutib olib, "Nimandaq kepsiz qizsiz? Bu yerga o'quvchilardan boshqa kepsiz bolalar kirsa, tutib solab qo'yadi." Qo'rqitdi yilqi odam qizchaqni. "Amisa bu yerdagi bolalar bir-birini qo'qlashib, chelishib yursimi, ularni solab qo'ymaydi ekan-ku? Ular degan o'quvchida, ular tanaffusga chiqqanda dam oladi, marshga mangadi, qo'qlashma o'ynaydi, yuguradi, shunday qilib badanni harakatlantirdi. Mingisini orom oldirdi. Andın yana sinflarga kirib, qattiq partlarda o'tirib, dars anglaydi, o'qiydi, yozadi." Yiliqi odam bu qizchaqqa bundoq astoydil so'zlab ketganini o'shiqcha his qilgandek gapini churtil to'xtatdi-da, tevilg'i supurgisini o'ngshab, "Buning keting. Mening ishim bor", deb gapni kesdi ham qo'rin supurishga tamshaldi. "Amisa, menmi o'qiyman", dedi yiliqi qiz xuddi bu yerga kirishning yo'lini tepib olgandek xo'shal bo'lib. "O'qiyman?" so'rdi yiliqi odam qaytadan supurgisini osmonga qilib, dastisini yerga paqqada urib. "Ha, o'qiyman." Qizchaqning changillab chiqqan ovozidan odatdan tashqari talpinish ham umid chaqnab ketdi. "Undaq bo'lsa yaxshi", dedi yiliqi odam qizchaqning beshidan oyoqgacha xuddi tunji qitim ko'rayotganda qarab chiqib. "Siz berib dadingizni ya bo'lmasa opingizni boshlab keling. Ular sizni mushu maktabga tizimlatib qo'ysin. Shu chaqda siz rasmiy o'quvchi bo'lasiz." "Dadamni ya opamni boshlab kelsam bo'lamdi?" Qizchaqning ko'zlari qaytadan o'ynab ketdi. Uning mas'ul chiroyida xo'shatliq jilmaydi. "Bo'ladi. Ular kelib sizni tizimlatib qo'ysa, siz xohlagancha kirib chiqib o'qiyverasiz." Yiliqi odam bu tarsa gibi bütün qizchaqni tezrak maktab qo'rg'osidan chiqarib etib, o'z ishini qilishga aldiraydi. "Ma'qul, men hozirla boshlab kelaman." Qizchaq shundoq dedi-da, shartli burilib, maktab darvozasidan ushqanda chiqib ketdi. Yiliqi odam bu dedi qizchaqning pang'ildab yugurib ketayotganligiga masli kelgandek, keyindan uzoqqa qarab qoldi. Ham umaysizlangan holda, "Nemishqimi bu qizchaqni aldab qo'ygandiman? Hozir ikkinchi mavsumlik o'qishmi og'irlashay deb qolgan tursa, maktabga oladimi endi? U qizchaq ota-onasini rosa avar qilgan bo'ldi-da", deb o'kindi va qo'li ishga bormay, qo'lidagi tevilg'i supurgini
bir chetga pirqirtib tashlab, o'ngib ketgan chiparqu tambilining yonchuqidan muhurga xaltasini chiqardi. Qizingizni o'zim o'qitaman. Avgustning oxirlari bo'lishiga qaramay, sharqdan andila ko'tarilgan quyosh zaminni xuddi yoz vaqtidagidek qizdirishga boshlagan edi. Bulutsiz ko'k osmon odatdagidan egizlab ketgandek ko'rinardi. Ikki qasniqi odamning qo'liga yetmaydigan yo'g'on ham egiz o'sgan oq teraklar bilan bezalgan salqin ko'chalar kishiga huzur beradi. Ularning bir-biriga kirishib ketgan shoxlar orasidagi qush chanqalari atrofida yava kaptarlar yaqinliq bo'g'ildaydi. Atrof yaqinliq jinjitlikqa cho'kkan bo'lib, bilinmas so'qib turgan salkin shamoldan chilgining, olmaning yana olaqandaq mevalardan tatliq puraqi kelib, butun shaharni xilvat boqqa o'xshatib qo'ygan edi. Biroq bu shaharning ashu jinjitligi birdilla ko'cha-ko'chalarga davrab chiqqan bolalarning cho'qan suratlari bilan buzildi. Daraxt ushlarida maktab o'ltirgan qaqlar ansiz qaqaldab taraf-tarafga uchishga boshladi. Qushqashlar to'pi bilan purilishib, goh u daraxtning shoxlariga, goh bu daraxtning shoxlariga to'plashadi. Bugun yoziq ta'tilining oxirgi kuni bo'lg'achqa, hamma maktablar ochilgan edi. Bolalarning ko'chalarga qatmay, o'z maktablariga ketib o'tadi. Ularning ba'zilari ko'chani beshiq kiyib varqirishadi, kulishadi. Ba'zilar iriqda shirinlab yiqayotgan suvlarning bir-biriga chechishadi. Ularning ichida pokiz ratli kiyindirilgan bolalarni yetilib olgan cho'ng yoshli erlarmi, ayollarmi oz emas edi. Ular yangi o'qish yili boshlanish bilan o'zlarining maktab yeshiga tushgan bolalarni maktabga yozdirishga akilib edi. Ismingiz nima? So'rdi yoshqina muallima birinchi bo'lib maktabga kirib, o'dil ustal oldiga kelgan, bo'yi ustaldan salla ko'tarilib turgan qizdan. Rizvongul, dadamning ismi Hashimjon. Changaldab javob berdi qiyliq qizchaq ustalga ikki qo'li bilan eslab turib. Bu yerga nima qilg'ili keldingiz? Muallima ikki qo'lini bir-biriga kirishtirib, ustalga tayangan holda so'rashni davomlashtirdi. Men o'qiyman. Meni maktabga yezib qo'ying. Dadangiz kelmabdi-ku. Keldi, mana bu mening dadam. Yalang pashmatning ichidan yondan tugmilingan oq ko'ngli ko'rinib turgan, yeshil bo'k kiygan do'g'loq kishini ko'rsatdi Rizvongul. Muallima o'rnidan sal turib, Rizvongulning dadasi bilan salomlashdi. Ondan qizil to'xovi yopilgan ustidagi yo'g'on bir daftarni yechib, qo'liga qalam oldi. Rizvongulning deganini xotirlab bo'lib, yana so'rdi. Qachon tug'ilgan? Rizvongul javob bera olmay dadasiga qaradi. 1926-yili javob berdi Hashimjon. Adresingiz? 3 Tavoza, Mahalla bog', ko'cha 21-qori. Uyinglar maktabga yaqin ekan. Shuningga doim maktabga kelib olib, darsdan marab aram bermaydi ekanda bu shayton. Dedi muallima Rizvongulning ma'nosini boshqani chimdab qo'yib. "Voh, uni bir demang", dedi Hashimjon. "Mana qaramamsiz, 6 oy bo'ldi, bizga kun yo'q. Maktabga yozdirib qo'y deb holimizni qo'ymadi. Yozliq ta'til to'shqicha ko'zimiz to't bo'lib ketdi. O'qishga tashna bolalar cho'qim yaxshi o'qiydi. Bu qizingizdan umid bor. O'qisin, qizingizni o'zim o'qitaman." Bu 1933-yil 25 avgust edi. Kichik muallima Rizvongul ashpashdigacha 4-sinfning o'quvchisi bo'lib qoldi. U yilma-yil a'lo ko'shkashga uning hamma fandan umrlari 5 edi. U kimlarda 10 yillik o'qish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lib, boshlang'ich maktabni 4 yil, to'liqsiz o'tir maktabni 3 yil, to'liq o'tir maktabni 3 yil tugatdi. Nomer qo'yishda 5lik sistema ishlatiladi. Ya'ni fanlardan a'lo bo'lganlarga 5 nomer, yaxshi bo'lganlarga 4 nomer, o'tirhol bo'lganlarga 3 nomer, nacharlarga 2 nomer, faqat o'zlashtirilmaganlarga 0 nomer qo'yiladi. Ba'zi muallimlar imtihonda alohida yaxshi o'tganlarga 5 nomer qo'yib, uning yeniga yana qo'shish belgisini qo'yib, 5 qo'shish nomerini qo'yadi. Rizvongul sinfdagi eng tinim, tapmas qiz bo'lib, yugurish, sakrash, usul o'ynash, naqsh aytishlarda birinchi edi. Darslarda doim 5 yoki 5 qo'shish olg'ashqa sinfdagi bolalar muallimdan so'rashga jur'at qila olmagan savollarni Rizvonguldan so'rab bilib oladi. Rizvongul ana tildan nima topshiriq bergandi?
Tulki bilan uzum degan masalni ko'chirib yezishni. Rizvangul uyga bergan hisob topshiriqni ishlasam javobi zodi chiqmayotdi-ku. Akila, men ko'rib baqay. Rizvangul topshiriq daftarini elib, ko'zdan kechirib, xato ishlagan joylarini ko'rsatib, boshqadan ishlatdi. Rizvangul uyga kelgandan keyinmi nihoyatda aldirash bo'lib ketadi. Uning kelishini to'rt ko'z bilan kutib turgan qo'shnilarning bolalari uning bilan tangla qo'riqqa kirishadi-da, o'zlari yaxshi ko'radigan har xil o'yinlarni o'ynashga boshlaydi. Rizvangulning qo'rosi cho'ng edi. Uylarimi yerdan ko'tarilib silingan, daraxtlari kunga qarab turadigan peshayvonlik cho'ng uylar edi. Bugun nima ish qilamiz? So'radi Rizvangul atrofiga o'lishib olgan bir to'p qiz o'g'illardan. U kimlarda texi bolalar bog'chalari o'ngishib ketmagachga, maktab yoshiga yetmagan bolalar shu mahalladagi cho'ngroq bir bolaning boshlamchiligida xilma-xil bolalar o'yinlarini o'ynab kunni kash qiladi. Bir ikkiga dasayli. Allah qushlaydi o'ynayli. Qo'g'lashma o'ynayli, qo'g'lashma. Mükümmekilan yaxshi, mükümmekilan o'ynayli. Bolalarning talablari har xil edi. Ular o'zi tanlagan o'yinning qiziqligini aytib, vang cho'ng ko'tarishadi. Bo'ldi, endi jim bo'linglar, deb varqiradi Rizvangul. Kechgacha o'ynaversak bo'lmaydi. Bugundan boshlab xuddi maktab bolalaridek dars o'rganamiz. Ondan naqsh o'rganamiz. Undan keyin marshqa dasaymiz. Marshqa dasak tizilib manganda naqsh aytib mangmiz. Ma'qul, shunday qilayli. Uşaq bolalar xo'shalligidan sakrashib ketdi. Hammanglar avval mana buni yerda ratlik o'ltiringlar. Rizvangul ko'qish yotqizilgan paki supurilgan peshayvonni ko'rsatdi. Ondan o'z uyiga kirib, allaqachon qalti-qalti qilib tayyorlab qo'yilgan qarindoshlar bilan bir chaqmoq daftarni o'tirdan kesib, ikki qilgan kichik daftarchalarni ochqib, ularga tarqatib berdi. Bunda qarindosh ham daftarlarni tunji qadim ko'rib otgan bolalar uni uyoq-buyoqqa o'rib varaqlaydi. Qarindoshni eg'iziga silib, tishlab baqatdi. Amsi diqqat! Hammanglar mana bu yoqqa qaranglar. Bolalar boshlarini ko'tarib Rizvangul ko'rsatgan tarafga qaradi. Mana bu doska Rizvangul yuzi takshi ranglangan peshayvonning temiga isilgan taxtini qo'lidagi bo'r bilan taq-taq urib qo'yib dedi. Doska nima ish qiladi? Men bu doskaga mana buni bo'r bilan nimani yozsam, sizlar qo'linglardagi qarindosh bilan daftaringlarga shuni yozsizlar. Bildinglarmi? Bildik. Avval qo'l ko'ndirish mashqi ishlaymiz. Rizvangul shuni tartib kichik muallimi bo'lib qoldi. U bolalarga xilma-xil shakllarni sizib, ko'rsatib qolmay, elifbadan harflarni yezib berdi. Naqshlarni o'rgatdi. Kesh bo'lishi bilan Rizvangulning qo'rosi avatlashib, bolalarning varang churumlariga tilatdi. Ota-onalar shundan keyin bolalardan ansirab ketmaydigan, bolalarni Rizvangulning uyiga berib, o'ynashga da'vat qiladigan ham daftar qarindoshlarni o'zlari elib beradigan bo'lishdi. Biz tartib saqlovchilar. Haftalar o'tib, fasllar almashib, yillar tezlikda o'tib ketyapti. Rizvangulmi bargan sari o'sib, cho'ng bo'lyapti. Cho'ng bo'lgan sari atrofidagi narsalarga, jamiyatdagi ishlarga ko'ngil bo'ladigan bo'lib qelyapti. Rizvangul har kun maktabdan qaytib, kinoxona oldida o'tib ketib u yerda bo'lib o'tgan jadal majralarni ko'rganda inchiki qoshlarini turib, nima qilarini bilmay uzoqcha turib qoladi. U kamlarda kinoxona shahardagi eng obod joylar bo'lib, butun shahar xalqi shu yerga to'plangandek odamlar mig'illaydi. Ham har kuni tugidek u yerda goh bilet talishib, goh o'chira talishib, majra chiqib turadi. Mana bugunmi Rizvangul shunday majraning biriga duch keldi. Sen bana yalğan biletini setip etipsen. Ala, biletingni, pulni qaytir. Bo'lmasa 32 tishingni töküp etaman. Beshiga parqaroq chekilari bor, shak kiygan, o'tikning qo'nchiqini qayrib olgan o'tir yoshli bir kishi yosh bir bolaning yoqasini bo'g'ib, silkishlab hayba qilib o'tadi. Kim sizga yolg'on bilet setibdi? Uni men sotmadim. Xato tunib qapsiz. Yaqanni qo'yib eting. Egizrak kelgan, ustiga gimnasturka, ostiga shim kiygan yosh bir bola heli qodimning qo'lini qo'shqo'llab tutib, bari kuchi bilan yulqinatdi. Biletni qarab olsang bo'lmamdi? Ko'zingni tinib qo'yib sotmagan bo'lg'iydi. Endi nima deb
Onunğa yepişip olsan, qo'yuvat odam yig'may. Aralashdi yana biri. Sening nima qaring? Haqning ishiga aralashmay, o'ta bu yoqqa. Shakkilikka bo'lishdi yana biri. Birdamlar atrofiga bir to'p kishi yig'ildi. Biri uningdagi rost desa, biri buningdagini rost deyishatdi. Oxiri jadal portildi. Ular shundoq mushtlashib ketishdiki, hech kim ularni ajrata olmadi. Birlarining beshi yerildi, birlarining qopqi ko'kirib chiqdi. Ko'nglak chaponlari yirtildi. Shapkalar, bo'kilar oyoq ostida chaylandi. Qo'l soatning bog'lari uzilib, oyoqlarga yo'qoldi. Ko'zlariga qon to'lib, o'g'iz o'rlagan jadalxo'rlarning majralarini ulg'uytib, ba'zida u mahallik, bu mahallik deb ayrilib, tarafbarazlik so'qishlarga aylanib ketadi-da, uningdan o'lim yetimlarini kelib chiqardi. Atsi kinoxona oldida maktab formasi kiygan, olib-olda kaltak tutgan, haratli tizib, pushtakning ritmini chirt-chirt qilishiga tankash qilib, marshga dastlab men kelgan o'quvchilar paydo bo'ldi. U kimlarda maktablardan tartib intizomda yaxshi, axloqli, darsda a'lo bolalardan o'quvchilar o'migi, ya'ni izchillar tashkillanadi. Ular maktabda o'quvchilarga ulgu bo'lib, darsda nachar o'quvchilarning dars yetishib yordam beradi. Maktabning tartib intizomini saqlaydi. Dam olish kunlari ko'chalarga, bozor, rastlarga, kinoxona, teatrxonaga, kitobxona, kutubxona qatorliq ommaviy so'rovlarga berib tartib saqlaydi. Bugun dam olish kuni bo'lib, kinoxona oldida kelganlar Rizvongul boshchiligidagi izchillar atirdi edi. Rizvongul ularni to'rtdan qilib 5 guruhga bo'ldi. Birinchi guruhga kinoxona ishigiga berib bilet tekshiringlar. Ikkinchi guruhga kinoxona ishidagi tartibga mas'ul bo'linglar. Uchinchi guruhga maydonning tartibini saqlanglar. 4-5 guruhga men bilan chorlashga mas'ul bo'linglar. So'nggi ularga vazifa taqsim qilib bo'lgandan keyin 2 guruhini boshlab kinoxona oldiga yig'ilgan kishilarning orasini chorlashga boshladi. Shu kuni dam olish kuni bo'lib, undaq kunlarda atdigandan tortib kechgacha kino qo'yiladi. Bundaq chaqlarda kino biletlarini jiq elib bilib, foydasiga sotilganlarmi texim olib ketadi. Qani, biletingizni chiqaring, biz ko'rib boqaylik. Dedi Rasmongul kishilarga yillik boshlangan kino biletning allaqachon setilib bo'lganligini aytib, qo'lidagi bir tutam biletga xiyratlar chaqirayotgan bir bolaning oldiga kelib, "Sizlar kim? Mening biletim bilan nima qaringlar?" Qayoqdandir paydo bo'lgan bu bir to'p bolalarga qarab hayron bo'lgan holda so'rdi yiliq bola. "Biz tartib saqlovchilar", dedi Rizvongul chaqmoqdek so'zlab. "Agar biletingizni ko'rsatmasangiz, saqchiga ma'lum qilamiz. U chaqda hamma narsangizdan quruq qolasiz." Yiliq bola oldida turgan bu mushtumda qizning gapiga kirmasi bo'lmaydiganligini sezdi va yavaşlık bilan biletlarini chiqarib ko'rsatdi. "Sizlar nima qilishyapsizlar?" Rizvongulning tartib saqlovchilari ikkinchi bir o'ringa berib, bir-biriga qo'l shiltayotganlarning orasiga kirib so'rdi. "Sizlar jidal majra chiqarg'uchi bo'lmanglar. Bu yer jamoat so'rini. Gap anglamasanglar, sizlarga gap anglatolmaydigan odamlarni chaqirib kelamiz." Gap tilashayotganlar shu amon pastgo'yga tushib, o'z yo'llariga ravon bo'lishdi. Rizvongulning tartib saqlovchilari ba'zida har kuni, ba'zida kun aralab u yerga berib tartib saqlaydi. Kunlarning o'tishi bilan u yerning tartibi asliga keldi. Ba'zi dam olish kunlari Rizvongulning tartib saqlovchilari u yerga bormay qolsa-mu, jadal majralar sodir bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Rizvongulning laqamlari. "Hey Rizvon, konkangni haydigina, sayram kuliga berib tomosha qilib kelaylik." "Konkining meyi yo'q." "Nimishqa meyi yo'q? Yerli guruldab turadi-ku." "Motordan chataq chiqdi, uzun yo'lga chidamaydi." Rizvongul savoqdoshlarining chaqchaqlarga ashundoq javob berib, partining ustiga ichib qo'yilgan kitobni butun zehni bilan o'qiyotdi. U o'tir maktabga chiqish bilanla Rizvon Konka deb ataladigan bo'lib qoldi. Buningga o'zi sababli edi. Rizvongul kino ko'rishga pek amroq edi. U maktabdan olib boradigan kinolarni qoldirmay ko'rib qolmay, ota-onasi bilan doim kino ko'radi. Ba'zi ta'sirli kinolarni qayta ko'rib qolmaydi. U har qanday kinoni birli ko'rsa, uningdagi qahramonlarning ishlarini, kino voqeligini xuddi ichib olgandek asli saqlab qoladi. Bir kuni u urush tasvirlangan bir kinoni ko'rdi. Uningda bir yosh shofir mashinaga besilgan
o'q to'rlarni dushman orqa sepidagi partizanlarga yetkazib berish jarayonida boshdan kechirgan qiyin xatarlari va oxirida dushmanning ishg'oliyatchiligidagi yezi kanatlardan o'tib iziq tushgan dushmanning bombardimonchi aeroplanlarini eziqtirib oxirida bir mashina o'q to'rini partizanlarga omon eson yetkazib berganligi tasvirlangan edi. Atsil sinfning ichida mashinaning dut qilgan ovozi bilan do'nga chiqqanda hov qilib, ondan pis qilib, is chiqarib, to'xtab qolgan ovozni yangrashga boshladi. Bu Rizvangilning ovozi edi. U o'zi o'ltirgan partining ikki qapqinini ichib, ikki qo'lida tutib, xuddi mashina rulini u yoq bu yoqqa aylantirayotgandek qiladi. Shu chog'da o'zimi butun gavdasi bilan shu tarafga qiysyapti. Turib bir qo'li bilan xud yutkigandek qiladi. Signal beradi. Ozgilga tushib ketgan chog'dagi jalaqlashlarni do'raydi. Mashina motorini o'chib qolganda puti bilan partning dasaydigan joyini bir necha ratib putini mashinaning may bosqichi yoki tormoz bosqichini dassigandak taqlid qiladi. Ondan bo'r qilgan ovozga o'xshab ovoz chiqaradi. "Hoy Rizvan, qumqin qaldisiz-ku? Bizmi chiqib olaylikmi?" so'radi biri Rizvangilning harakatlariga qiziqib qarab. "Bo'lmaydi, mashinamdagi o'q to'rlar portlab ketib, kukum talqiningni chiqarib etmasin yana." Shundan keyin Rizvan Kunka deb atilib qoldi. Uning yana Rizvan kapitan deydigan laqabi bor edi. Buni mahalladagi o'g'il bolalar qo'ygan. Yoz kunlari mahallaning bolalari ikki tarafga bo'linib so'qish o'ynaydi. Biroq bunday o'yinlarga qizlarni qatnashtirmaydi. Bir kuni mahalla o'g'illari ikki tarafga bo'linib so'qish o'ynashni boshlaydigan chaqda bir tarafdagi bola soni kemib qolganligi uchun bolasi kam taraf bolasi o'sha tarafdan birini qisqartishni talab qilib turib oldi. Biroq ulardan hech qaysisining o'yindan qolg'usi bo'lmag'achqa ikki taraf xeyligacha o'yin boshlay olmadi. Dal shu chaqda bolalar orasida Rizvangil paydo bo'ldi. "Men o'ynayman", dedi u. "Siz?" Bolalar bir-biriga qarashdi. "Yugura olamsiz? Biz zaratkorlikda o'ynaymiz. Qo'rqmamsiz?" "Yugurishda kim men bilan baslasha oladi? Kim ko'rimiz? Zaratkorlikdan men necha qitim kechida yolg'iz o'tgan. Undaq bo'lsa, siz bolasi kam tarafga qitiling." O'yin boshlandi. Ham ko'ngillik oxirlashdi. Rizvangil qatnashgan taraf qarshi tarafning ikki askarini asirga oldi. Ham ularning mukungin joylarini nihoyatda tezlab bilib oldi. Ammo Rizvangil tarafdagi bolalarning qayerga mukunganligini ular asl topa olmadi. Shundan tortib, o'g'il bolalar Rizvangilni tanlashib, o'z tarafiga qatnashtirgan bo'ldi. Hatto kapitan saylashdi. Rizvangilmi sochlarini turmaklab, beshiga shapka kiyib, beliga tasma kamar bog'lab, yog'och tapancha esib, rasmiy kapitan bo'ladi. Shunga Rizvangilning o'g'ilcha yasnab olganligini bilmaydiganlar uning doim o'g'il bolalar bilan so'qish o'ynayotganligini ko'rib, uni o'g'il bola deb qiladi. Mahalla o'g'illari uni Rizvan kapitan deydi. Ashuna o'yinlarda Rizvangil kapitan bo'lgan taraf bir qitim yengilmadi. Sababi u har qitim yangi mukinish o'rinlarini o'ylab chiqardi. Ba'zida o'z qurusining gamisiga mukindirsa, ba'zida rus zaratkorligiga mukindiradi. Rus zaratkorligi 3 darvozadagi egiz tom bilan qo'shilgan maxsus bir pop oilasi boqadigan zaratkorlik edi. Uning ichidagi xilma-xil tosh kirsiz, yog'och kiristlar qadalgan egiz qabrlar kecha qorong'uligida odamlarga allaqanday jid olg'islarni aslatdi. Shuningga bekmi qo'rqinchli edi. U yerga qizlar, tugul o'g'illar hatto cho'nglarni yaqin yo'lamaydi. Mana shu yerga mukungan Rizvangilning atirtini hech kim topolmaydi. U chaqlar Rizvangilning eng g'amsiz, eng ko'ngilli chaqlar edi. Chunki u bu chaqlarda o'qishda, amgakda, ijtimoiy faoliyatlarda emas, o'yindami hammadan o'zib chiqib, bolalarni hayron qoldiradi. "Ya Allah, Rizvangilning yuragi qopdek bor ekan jumu, bolalar. U ruslarning zaratkorligida o'z yolg'iz kirib, yo'g'on bir yog'och kirisini sundirib, avtomat qilib oldi desa, tova, mundaqmi qizlar bo'ladi ekan?" dedi bir bola o'yindan keyin bolalarga o'zini ko'rganini so'zlab. "Vah, u qanchalik ish. Rizvangil bizga kapitan bo'lganda doim bizni shu yerga muktirib qo'yadi. Keyin sizlar bizni istab yiroqlarga ketganda biz tarafdan yugurib chiqib, sizlarning potayni ishg'ol qilib oladi. Biroq men hozirmi u yerga yolg'iz berishdan qo'rqaman."
Yugurdigan bolsa hech kim yetişolmaydi onunga. Xuddi toshqon qo'qlaydigan tayg'andek o'zi. Shunga biz uni Rizvon taygan debmi qo'yamiz. Bir yil qishda bizning zaratkorlikda toshqon degan alomat ko'payib ketibdi ekan. Biz itlarni ilib qo'g'lashga chiqsak, bir natisi mahallaga qaytib kelib qopti ekan. Rizvonga qo'g'lab yurib, birini tutib olibdi juma. Mandaq yurdigan qiz o. Maktabdan qo'l uzish. Siyosat o'zgaribdi, endi 3 maslak yo'lga qo'yilgudek. 6 shuarni buzvat kerak. Har kun maktabda ashundoq gap so'zlar avj olishga boshladi. Chunki o'quvchilar jamiyatdagi eng uzun quloqlar bo'lib, gazet, radio xabarlardan ular eng burun xabarlar bo'ladi. Muallimlarning darslaridan ba'zi ishlarni faraz qilib bilib oladi. Ammo maktabda siyosatning o'zgarganligini bildiradigan hech qanday ish bo'lmagan edi. Siyosat o'zgaramdi, maslak bo'lamdi, uning bilan nima qarimiz? O'zimizning o'qishni obdan o'qiylik. Bo'ldi, qo'yinglar undaq gaplarni, dedi Rizvongul. Aradan uzun o'tmay maktabga yangi mudir keldi. Yangi mudirning kelganini hammaylar anglagan, lekin hech kim uni ko'rib boqmagan edi. Yangi mudir kelgan bo'lsa-mu, maktab yana ilgirgideklar qiliverdi. Lekin shu arada kichik bir ish bo'lib o'tdi. Bir kuni 1-soatlik darsga qo'ng'iroq chalinib, hammaylar sinflarga kirib, o'ltirib bo'lganda sinfga bir xil jungsanfu kiygan 3 kishi kirib keldi. Ularning oldida kirib kelgani yangi kelgan mudir edi. U ham o'quvchilarga tagshi ko'z yugurtib chiqqandan keyin keyinda kirgan ikkilisiga qarab beshni sal langshitdi. Hammanglar dars kitoblaringlarni ilib partning ustiga qo'yinglar, dedi yiliqlardan biri. Bu yangi o'qish mavsumi boshlangan dastlabki kunlar bo'lib, har qaysi fanlardagi darsliklari tarqitilib bo'lgan chaq edi. Dars kitobning hammasini ilib partning ustiga qo'yinglar, birmi qilib qolmasin, to'liqladi yana biri. Bolalar bu gapdan hayron qoldi va bir-biriga qarashgan holda kitoblarni sumkalardan partning ostidan chiqarib, partning ustiga raddik dastlab qo'ydi. Eliq ikkilan har bir o'quvchining oldiga kelib, seyri qog'ozlar bilan chiroyli tashlab, sirtiga ism familiyasi bilan qaysi sinf ekanligi yozilgan kitoblarni bir-birlab sanab, hammasini yig'ib chiqib ketdi. Aradan 2 kun o'tib, sinf tarbiyachisi eliq kitoblarni qaytirib bolalarga ism familiyasi bo'yicha tarqatib berdi. Bu qandaq gap? Mening kitoblarimning ba'zi varaqlari yo'qtirdi-ku. O'qish kitobini qo'liga elib, varaqlab ko'rib, ushtim tutib vaqirbatdi Rizvongul. Meningimi yo'qtirdi? Mana necha batni yirtib etibdi-ku. Mening shunday ekan, bu qandaq ish? Darsni yirtib etganing nemisi? Sinfning ichi varaq churunga to'ldi. Bir-biriga o'zining kitobidagi yirtilgan joylarni ko'rsatdi. Kitoblarning ichida ona tili, adabiyot, tarix, siyosat darslari xilda yirtilib etilib, nepizli bo'lib qolgan edi. Ular bu ishning tagtiga yetmay muallimga qarashdi. Joy-joyinglarda o'ltiringlar, dedi muallim uning ovozidan bir xil arg'inliq chiqib turadi. Gapni xo'sh yoqmagandek zo'rlab qiladi. Darslikning mazmunida eg'ir xatolik bor ekan, shuni ularni chiqarib etdi, deb tushuntirdi muallim. Undan dars o'tish uchun tutindi. Darsliklarda xatolik bo'lamdi? Men ularni o'qib chiqqan, hech qanday xatolik sezmagan edim. Acaba birdamda shuncha jiq xatolik neden paydo bo'lib qoldi? Rizvongulning qattiq norozilikka to'lgan ovozi yangradi. Shuni deyman-a, tarix kitobimizning hech nimasi qolmabdi. Adabiyot kitobimizmi shunda? dedi yana biri. Bo'ldi, bu gaplarni qo'yinglar. Hammanglar diqqat bilan o'ltirib, do'stga qaranglar. Biroq shundan tartib maktabni bir xil ko'ngilsizlik iskanchiga oldi. Muallimlarning zo'q-sho'q bilan dars so'zlashlari nagadir g'oyib bo'ldi. Sinflarmi bargan siri so'q ko'rinishga boshladi. Bo'libmi burungi maktab mudirining qamoqqa ilinganligi, uning keyinidan yiliq muallimlardan turmaga tashlanganligi ma'lum bo'lganda, bolalarning maktabda o'qish qizg'inligi yo'qolishga boshladi. Uning ustiga o'quvdek darslik qolmagan edi. Atdan kechgacha bir yoki 2 muallim kirib, o'xshashlar bir mazmundagi Gomindang farqirisining 3 maslagi, Jungo va Xinjiang vaziyati va jahongirlarning quyruqlari Xinjiangning har qaysi joylariga jumladan maktablarga yoshirinib oldi. Bir qism xoin, osiylar hukumatga qarshi chiqmoqchi bo'ldi deganda gaplar so'zlanib, hammani bezor qilgan edi.
Bundaq o'qishga qarshi chiqqan Rizvongul va uning do'stlari maktab rahbarligi tarafidan ayrim chaqirtilib, ularga tanbih va ogohlantirish berildi. Dal shu sababdan Rizvongulning maktabda o'qish havasi birdan suvib ketdi. U ilgirki maktab desa barliqni unutdi. Ugunishda hammasining boshlang'isi edi. Uning doim ilib yuradigan to'mir sumkasimi darslik ham boshqa kitoblar bilan liq to'ldirilgan holatda turardi. Endi bo'lsa u sumka shalaqlab qolgan edi. Rasulullo siyosat o'zgaribdi. Hukumat almashidiga o'xshaydi. O'ylaydi u asta chamdab ketib etib. Yiroqdan kelayotgan xadik harvalarning qo'ng'iroqlarining jiringlashlari, piribka kalaskalarning taroq-taroqlari, beda qo'ray bosgan dehqon harvalarning to'pisida cho'qchib o'tirgan harbikashlarning push-pushlari qo'lga kirmaydi. Nima degan jiq almashgan hukumat bu? Birdam ching degan, birdam yang degan, birdam jing degan, birdam shing degan. Voy, ular xalqning hukumati bo'lmag'achqa darslardan urkib ketayotgan gap. Bundaq hukumat tikmoqlaq tushib, uning o'rniga o'zimizning xalq hukumati qurilsa, nima degan yaxshi bo'ladi? Rizvongul ashunday xiyollar bilan uyga kelib qolganligini sezmay qoldi. U shu kundan tortib maktabga bormadi. İnqilobchilar va partizanlar xuddi Rizvongulning maktabdagi qo'shanliq kunlari oxirlashgandek, o'lja xalqining qo'shanliq kunlari oxirlashib, uning o'rnini dakka-dakka andisha va ko'ngilsizliklar egalladi. Husayniya maktabidan 2 muallimni tutib ketibdi-dak, yordam maktabidan munatisini qo'lga olibdi deyishidi. Hukumat o'z ishidan odam tutib-atqudak. Oqshom bizning mahallani qurolli soqchilar qurshab, natisini tutib ketdi. Nima qilgan tutadigan ularni? O'g'irlar bilan sherikkan. Qaysi o'g'irlar bilan? Kim bildi ularni? Bizga shundoq deb uqtirdi. Ana shu taraqida tut avchi ilayverdi. Kecha-kechalab aqtirish, harbiy holat, yo'llarni qamal qilish ko'payverdi. Biroq heliqi o'g'irlarni tutish oson tushmayotdi. Ko'cha-ko'chalarga o'g'irlarni tutib berganlarni mukofotlaydigan e'lonlar choplandi. Mahall-mahallarga ulardan paxas bo'lish, gumonliq odamlarni darhol soqchiga ma'lum qilish to'g'risida takrar uqtirishlar qilindi. Ammo ularni yana qo'lga tushirish mumkin bo'lmadi. Uning aksicha o'g'irlar paloni yerga hujum qilib, hukumat armiyasidan mancha askarni etib o'ldirdi, pustani yerni egallab oldi degan gaplar hukumat tarafidan uqtirilib turdi. Keyincha hukumat bunday xabarlarni yetkazmaydigan bo'ldi. Ammo hali u yoqqa askar o'tkash ko'paydi. U askarlar xuddi jangga mongandek qora mashinalarning ustida pulemyotni o'rnatib, to'liq qurollangan holda vahim bilan shahardan uzilmay chiqadi. Nimandaq tugamaydigan o'g'irlar bu? So'rdi bir kuni Rizvongul dadasidan. O'g'irlar? Qaysi o'g'irlar? Qaytirib so'rdi dadasi. Uzoqdan beri maktabga bormay mashinchilikqa shogirdlikka kirgan Rizvongulga ajablanib qarab. Hukumat tutolmayotgan o'g'irlarchi? O'zingning ishini qilmay, nima ularni surishtirib qolding? Bizning mashinchixonada kunda shu gap. Ular aslida 100 necha odam ekan, 100 tutilibdi. 6si qechib yurayotgandek-ku. Rizvongulning qat'iy ishonch bilan aytgan gapi ham uning tegi yetishga taqozo bo'layotgan siyoqini ko'rgan Hoshimjon o'zining amroq qizini aldashni xohlamadi va uyga kirib ishigini yeb qo'ygandan keyin shivirlab degida tushuntirdi. Ular o'g'irlar emas, inqilobchilar. Uqdingmi? Ular bizning inqilobchilarimiz. Hoshimjon bizning degan gapni deganda bosh barmog'ini chiqarib ko'kragiga bir necha qatim urib qo'ydi. Ular hozir taraf-tarafdan odam tashkillab partizanlik urushi qilyotdi. Tutilib ketganlarchi, ular kimlar? Ular ashu inqilobchilarning ota-onalari, urug' tuqqanlari, al-og'inlari, tunish bilishlari. Komendantchilar shularni tutib olish orqali ularning og'zidan inqilobchilarning nadaligini bilmoqchi yoki shunday qilish orqali ularni taslim qildirmoqchi. Eshakka kuchim yetmasa, ur to'qimini degandek ish qilib etibdi-da. Shunda, biroq sen bu gaplarni boshqalarga aytquchi bo'lma. Komendantning ko'z, quloqlari sizlarning mashinchixonada bor.
Dadasining bu gaplari Rizvongulning quloqiga ancha kirmadi. U aşı inqilobchilar va partizanchilar to'g'risida ko'proq bir narsa bilishga intiladi. Chunki u inqilobchi, partizan degan gaplarni burun faqat kitobdan o'qigan, kinoda ko'rgan bo'lib, amdilikda bu haybatlik ulug' o'rnamlarni dadasidan anglayotganligini va ularning o'ziga nihoyatda yaqin yerda ekanligini bilib, bakma hayron qilyotdi. Ularning maqsadi nima? So'rdi qiz. Maqsad nima bo'ladi? Beshimizga minib olgan aksiyatchi hukmronlarni og'dirib tashlab, uning o'rniga o'zimizning xalq hokimiyatini o'rnatish. Kesibli javob berdi dadasi. Ular g'alaba qilarlarmi? Hozir hamma yerni Komindangning qurolli askarlari qoplab ketdi. Birmi odam bidirsir qilolmayotdi-ku. Agar hamma odam qo'zg'alib Komindangchilarga zarba berib bersa, aman bir kuni g'alaba qilmay qolmaydi. Shu kuni kechasi Rizvongul yarim kechagacha uxlay olmay, inqilobchilar bilan partizanlarni o'ylab chiqdi. Hatto uxlagandami o'zining bir partizanlar atirdiga komandir bo'lganligini tushib, nihoyatda atigan uyg'onib ketdi. Sen haqiqatan botir ekansan. Rizvongulning qaybidak bo'lgani bekor ketdi. Koni vali mahkamasida hech qanday bosh shtab yo'q bo'lib chiqdi. U yermi mag'-mag' odamlar bilan to'lgan edi. Ko'chalarning hammasida odam qaynaydi. Ularning ichidagi nurg'unlari xuddi Rizvongulga o'xshash bosh shtabni izlashib yurganlar edi. Rizvongul uyga kelganda hammaylar jo'ziga jam bo'lgan bo'lib, Rizvongulning kelishini kutib turgan ekan. Nalarga yo'qolib ketdim, odamni ansirdim. Namozjon bo'lay dedi-ku. Qayib ketdi apsi. Rizvongul shu chaqla atigandan tortib og'ziga hech narsa solmaganligini esiga oldi. Bo'ldi qo'y, dedi Hashimjon. Endi bizni tutib ketadigan, uyimizni xohlagancha oqtiradiganlar yo'q. Hozir hamma odam ko'chada ansirashning nima hojati? Shu kuni Rizvongul ishtaha bilan bir taqsalam ham yevatdi. U bugungi ishlarni o'ylab zot qiynalib batmaydi. Turib u uyga chiqardi. Lekin zotli yotqisi kelmaydi. U o'z hujrasiga kirganda nimadir bir narsa esi kelgandek ustalikka lampali cho'ng lampani oldida yiliqi yo'chuqdan o'zi tiqib qo'ygan varaqini oldi. Uni qaytadan o'qib chiqdi. Uningda deyilgan gaplar ko'z yumib ochqicha Rizvongulning oldida zohir bo'lgan edi. U zarqib ketgan partizanlarni o'z ko'z bilan ko'rdi. Ular bilan paranglashdi. Ular hatto Rizvongulni o'z qo'shiniga ilishga yo'l ko'rsatdi. Rizvongul bularni o'ylaganda cheksiz shatlanadi. Biroq amaliyat unda oddiy emas edi. Ashu partizanlarning partizan bo'lishi ham ularning shaharga bostirib kirgudek kuch to'plashi uchun qanchalik zamonlar o'tib ketdi. Qanchalik kishilar jinidan judo bo'ldi. Ularning soni o'nlab, yuzlab emas, minglab sanashga to'g'ri keladi. Yana teqi qanchilgan odamlarni ajal o'qlari kutib turadi. Bo'lg'isi janglarda yana qanchalik oilalar musibatga cho'midi. Rizvongul bularni o'ylaydi. Lekin endi ular Rizvongulning nazarida boshqacha mazmunga ega edi. Chunki amdagi qurbon berishlar, endi oqqan qonlar xalqning ozodligini, hurligini qo'lga keltirish uchun bo'ladi. Bunda qilish hammalarning burchi edi. Uni xo'shalik bilan talashib turib qo'lga keltirish lozim edi. Uni qo'lga keltirgan va shu yo'lda issiq qinini to'kkan kishi cheksiz sharafga nail bo'lgan, vijdonini, nomusini, qarsini ado qilgan bo'ladi. Uning ko'nglini yana bir narsa sal g'ash qiladi. U bo'lsa-mu hiliqi varaqa vaqasida dadasining aldab qo'yganligi edi. Endi varaqni yushirib qo'yishdan hech qanday hojat qolmagan edi. U varaqni tutqunicha asta berib eshikni ochdi. Neri qo'yda dadasi teg'i uxlamagan bo'lib, ustalga tayinib o'tirib, butun zehni bilan bir narsa yezib o'tadi. "Dada, meni ko'rib boqana?" dedi Rizvongul dadasining yeniga sharpa chiqarmay kelib. Dadasi oldiga qo'yilgan varaqni bir qarabla to'nidi. "Bu nerdan olding?" ajablanib so'radi dadasi Rizvongulga qarab. "Men seni aldab qo'ygan edim." "Shundaqmi? Qanday qilib? Men kuydirib o'tgan varaqni boshqa qog'ozmidi?" Rizvongul varaqning jarayonini tafsili so'zlab berdi.
Hashimjon uni ayblashning o'rniga nemishqidir hijolat bo'lib qoldi va Rizvongulning beshini silab turib aytdi: "Sen haqiqatan botir ekansan, qizim. Men sendan faxrlansam bo'ladi ekan." Shafqat hamshirlar guruhi 1944 yil noyabrning o'rtalaridan keyin G'ulji shahridagi xalqning tangdan to'lisi qo'liga qurol olgan edi. Chunki Gominning qo'shini shaharning sharqiy va shimoldagi Langshang, Harambog va G'ulji aerodromiga bekinib olib, u yerlarni jon tikib qo'g'dimoqda edi. Urumchidan uzilmay kelib turgan aeroplanlarda akilingan qurol-yarog', o'q-dora, yemak-ichmak, kiyim-kechaklar ularga zo'r kuch va madad bersa, taraf-tarafdan kelib qo'shilib atgan alohida yordamchi qo'shinlar ularning hayvasini oshirib, qo'shinni zo'raytib, G'uljini qaytirib olish ishlatisini oshirmoqda edi. Dal o'sha chog'da Gominning armiyasining G'uljiga avatilgan qo'shinlari Kansay, Talka va Qurg'osdagi partizanlarga shiddatli hujum qildi. G'uljida qo'rshavga tushib qolgan Gominning qismlarimi buningdan madad elib, ularga moslashib, qo'rshavni buzib chiqib, G'ulji shahriga hujum qilishga urinmoqda edi. Shunga G'uljini Gominning qismlaridan qat'iy taslash vazifasi yanala G'ulji xalqining zimmasiga tushgan edi. Shahar aholisi zambiraklarning gumburlishi, o'qlarning vijildashlariga ko'nib qolgan edi. Oldingi satdan uzilmay to'shlayotgan yardarlar shafqatsiz qoldiq jangning ig'irligini bildiradi. Shunga shahar xalqi turkumlab qurollanib oldingi safga otlanmoqda edi. Gospital taraf-tarafdan kelgan yaradorlar bilan to'lgan edi. Bu yerga ishqi tushgan Rizvongul kecha-kunduz yaradorlarni qutqizish bilan bo'lib ketdi. Uningga birdam aromchilik yo'q edi. "Siz nima yarlandingiz?" Aydrumda. "Ahvol qanday?" "Nihoyat ig'ir. Aydrumni ololmadik." Rizvongul as-hushni yo'qotmagan yardorlardan oldingi safning ahvolini ana shunday surishtiradi. "Sizmi aydrumda yaralandingizmi?" "Yo'q, Harambog'da." "U yerda urush qanday?" "Nihoyat qattiq. Langshang elindi deydi-ku. Rasmi?" "Yo'q, texi elinmadi." Barliq qismlar partizanlar G'uljiga yig'ilib, avval G'uljidagi Gominangchilarni yo'qasi bo'lmamdi. Hozir hamma yerda urush bo'lyapsa. Rizvongul bu gaplarni anglaganda zahatli turolmay qoladi. Uningga gospitaldagi yardorlarning yarasini tanish, dori berish, davolash, ularni tez saqaytish hech qancha ish emasdek tuyuladi. U bir amal qilib, oldingi safga berish, qonliq janglarga qatnashib, Gominning vahshiylardan intiqom olish istigida sakbor edi. Biroq u oldingi safga berish talabi necha qitim rad qilindi. Rizvongul oxiri oldingi safga berish yo'lini topdi. Bu ish mundaq bo'ldi. Milliy qismlar Gominning qo'shinlari bekinib olgan Langshang, Harambog aerodromiga biroq hujum qo'zg'adi. Bu hujum har ikki tarafni ig'ir chiqib uchratdi. Oldingilar gospitalga yangi yordamlar keltirilishga boshladi. "Hay doktor, bu yoqqa keling." Rizvongul o'zini chaqirayotgan yangi yordamning qishiga keldi va bir qarabla qaraqashliq, qanqsharliq bu yigitni to'lib oldi. U partizanlar G'uljiga bostirib kirganda paranglashgan ham o'zini fidoyilikqa tizimlatib, gospitalda ishlashga buyurilgan heliq yigit edi. Uni ko'rib Rizvongulning vujudiga birdilla bir xil illiq sezim yamradi. "Nima deysiz?" Rizvongul u yigitning o'zini to'lmaganligini bilgachga o'zim tanishlik bermay yeniga ittik berib so'rdi. "Mening yaram ig'ir emas. Men qurol tuta olmayman. Shunga menga jangga yaraydi degan guvohnoma yozib bersangiz." "Men unda guvohnoma yozib bera olmayman. Shunday bo'lsa-mu, yarangizni ko'rib baqay." Rizvongul yeliq yigitning o'q teshib ketgan, beg'iran qon uyib qolgan chopinni avaylab bosdi. Ondan yara eg'izga kaplab quyilgan takini ilib edi, qon boshqadan buluqlab chiqishga boshladi. Rizvongul darhol yara eg'izini toslab, qon to'xtatish dorilarini so'kib, bint bilan chanqilib tangdida. "O'q go'shni teshib o'tib ketibdi. Ta'lingiz bor ekan. Salla u yoqqa tekkan bo'lsa, targ'oq ustig'ingizni chul qilib etgan bo'ladi", dedi. "Shundoq deganim rostmi ekan? Yaram ancha ig'ir emas. Shundoqdan kam bo'lganda bir oy yotsangiz, shu chaqda bir gap bo'ladi." "Nima deganingiz bu?" Terakdi yigit. "Frontda yordar degan ko'rmang. Ular o'zlarini o'zlari tamib urush qilib atadi.
bu yerda yetib davolanganға hozir nada cho'la? Yaxshi, sizlarning frontga berib yordam ko'rsinglar. Bizni bu yerga solib olmanglar. Rizvongul bu gapni anglab, og'zidan maskani ondan bo'kin ilib, yardarning karbitning burchiga kelib o'ltirdi. Shu chaqdilla yiliqi yigit bu tarsa qizni tug'indida sal pastgo'yga tushib, "Ha, sizmidingiz?" dedi. "Hozir deganingizni bizning boshliqqa degan bo'lsangiz, bir guruh sanitarlarni oldingi safda tibbiy yordam ko'rsatishga avassa, nihoyat yaxshi bo'ladi", dedi. Rizvongul yiliqi yigitga yilingan ham o'tingan talaffuzda. Uning bu yilinishi bilan o'tnishida bir xil qat'iylik chiqib turadi. Aradan 2 kun o'tib, oldingi safda tibbiy yordam ko'rsatadigan shafqat hamshirlar guruhi tashkillandi. Rizvongul bu guruhga birinchi bo'lib tizimlandi. Darhol o'z o'rnimizga qaytdim. Olcha aerodromga to'xtovsiz ham bexatar kelib turayotgan, uchib kelayotgan Gomindan aeroplanlarining sonining ish berishga erishib, Harambaq, Langshanlardagi Gominning qismlarining xo'riki o'sib ketyapti. Aerodromni ishg'ol qilish yoki bo'lmasa uni qattiq iskanchaga ilib, Olchadagi Gomindan qismlarining orqa saf ta'minotini uzib tashlab, ularning haybasiga qaqshatqus zarba beradigan muhim ish edi. Shunga Milliy armiyaning qo'mondonlik shtabi aerodromga hujum qilishning planini xil o'rinlar tuzib chiqqan edi. Bugun uning dastlabki ijrosini boshlaydigan kun edi. Qalin qor ham qattiq sovuqda kechidan buyon ko'zlarini aerodromdagi Gomindan askarlarining harakatiga tikkan holda buyruq kutib yotgan Milliy armiya tong saharda to'satdan gum qilib etilgan hujumda o'tish balki o'qidan ovoz anglish bilan aerodromni tarafdan shiddatli o'q tutishga boshladi. Orqadan Arkopdagi jangchilar yer jahonni zilzilaga keltirib, etilayotgan minomyot, pulemyot, avtomatlarning muhofazati va kech qorong'uligining yordami bilan qadam-qadam Shipqab aerodromiga qarab ilgirladi. Allaqachon jangchilarning orasidan o'rin ilib, sanatar sumkasini chang tutqanicha oldida bo'layotgan alomatlarga hushyorlik bilan qarab turgan Rizvongul jangchilar bilan birga aerodromga siljimoqda edi. Jon ochqida bo'lishiga etilgan o'qlar dushmanning aerodromini qo'g'dash uchun o'rnatgan yushurun o't toshkalarining haddi hisobsiz nurg'unligini oshkorladi. Hujumga o'tishga tamshalgan milliy qo'shin jangchilari okoplarga, xandaklarga, bomba tushib uyilgan gudanglarga o'qdan dalda bo'lgudek dumchak dunglarning kayniga yushirdi. Yomg'irday taraslab yig'ayotgan o'qlardan bosh ko'tarish mumkin emas edi. Gomindan zambaraklarning gumbirlashlari xuddi qo'rqinchoq yovvoyi hayvonning o'lim oldidagi o'rkirashlarini aslatdi. Gomindan potaylarning ustiga o'rnatilgan harakatchan chiroqlarning o'tkir nurlari oppoq qorda yotgan jangchilarning ustidan qilishdek yalt qilib o'tadi. Qor bilan to'lgan okopda butun vujudi bilan hujumning boshlanishini kutib turgan Rizvongul qo'llarining muzlab ketib ketganligini sezmaydi. Yuragi go'yo to'xtab qolgandek edi. Putlari uyushib ketgan edi. U so'l qo'lini yonga so'zib edi, qo'liga qattiq bir narsa urildi. U yozda o'sib qolgan bir tut quruq qiyri qiz edi. Rizvongul uni hech maqsadsizla sundirib oldi. Tong yurib o'tadi. Rizvongul yeliqi qiyri qizga quloqchisini kiydirdi-da, ostidan o'tib okopdan chiqardi. Shu an elektr chirog'ining nuri yeliqi quloqchi ustiga to'xtadi. U o't kuchimi shunga markazlashib, qatrisiga tekkan o'qda o'tmi tushib bo'lib ketgan quloqcha okopning yerisiga uchib tushdi. Urush degan mushundoq bo'ldi ekanda, odam bosh ko'tarsla jahannamga mangadi ekan. Ko'zni yumib ochquchilar ish tamom vassalom bo'ladi ekan. Nurg'ulg'an yosh yigitlar hash-bash deguncha qurbonlar tizimligidan o'rin oldi ekanda. Rizvongul birdan dadasini, opisini, urug' tuqqanlarni o'ylab ketdi. Agar hozir beshimni salla ko'tarsam, tugushiman. U chaqda mehribon dadamni, opamni menga ko'rolmayman. Uning teni shirkinib ketdi. Ilgari ko'ziga ancha ahamiyatli ko'rinmagan narsalar hozir unga ajoyib go'zal, ajoyib mehrlik, ajoyib jalbkor bo'lib ko'rinyotdi. Mushundoq yerdan yordar bo'lib qaytish nihoyat alomatli ish ekan. Yiliqi yigitning meni bu yerdan chiqarib etinglar degani faqat aqlga sig'maydigan bir ishda. Rizvongul endi yiliqi yordar yigitni o'ylab ketdi. Uning bilan 3 qatim 3 yerda uchrashib qolganmi? Qiziq ishda.
Rizvangul o yigit bilan bo'lgan uchrashishlarni ko'z oldiga keltirib, pissingni kulib qo'ydi. "Ura, olg'a!" Qarang'uda tushma-tushdan yangragan bo'lsa-da, uning xayolini bilib o'tdi. U chataslik bilan o'rnidan turib, hujumga o'tgan jangchilar bilan birga yugurib ketdi. Okoplarning xuddi qoplonlardek etilib chiqqan jangchilar o'zlariga qaratib etilayotgan o'qlarga qarab yugurmoqda edi. O't kuchi yana kuchaydi. Tirildayotgan, tatildayotgan ovozlarmi quloqni pang qilatdi. Yugurib ketayotganlardan bir nechtasi xuddi cholg'ida chopgan bedidek keyin-keyindan yiqildi. Rizvangul shu an juvasini yeshib tashlab, naydi chattaslik bilan ularni okopga so'rab tushdi. Grimson yo'ruqda ularning jarohatlarini tanib, keyinlikda qolgan sanatorlarga varqirdi. "Tez kelinglar, mana bu yerda 5 jangchi yarlar bo'ldi." Rizvangul yardarlarni to'silkaga yotqizishib berib, yiroqda qolgan juvasini kiydi-da, yana olg'a qarab yugurib ketdi. Jangchilar endi Aydrumning bu burchigidagi to'pilikni ishg'ol qilib, u yerga bekinib, Aydrumdagi o't tochkalarini o'q tutib Tang butunlay degidek yurib ketgan bo'lib, endi milliy armiya jangchilari ham Gominning askarlarini nayt ro'shan ko'rgili bo'ladi. Gominning potiyedan to'xtamsiz etilayotgan pilotlarning ovozini o'chirish uchun uningga qarshi g'azab bilan sayrayotgan pilotga havaslanib, shu yoqqa o'milib ketayotgan Rizvangul pilotchining xuddi charchagandek pilotning ustiga so'ngaylanib yetib qolganini ko'rib qoldi. O'q uning dal peshonasiga tegib, mangsini yulib chiqib ketgan edi. "Avar bo'lmang, u qurbon bo'ldi", dedi o'qchi. "Pilotga o'q sala olamsiz?" "Salalayman." "Amsa, u yoqqa keling. Og'u sandiqni iching." Yilib o'qchi endi pilotni qo'lga olgan edi. Pilot sayrab ketdi. Pilotning qayta sayrishi Gomindaqchilarning o't kuchini qayta jalb qildi. O'qlar pilotchining beshi ustidan, quloq tubidan cho'g'ildab o'tadi. Mo'ldirlab to'kilib olgan bu egir pilotning muhofazatida okoplarga bekitgan jangchilar yotgan o'rinlardan chachrab turishdi-da, miltiq avtomatlardan to'xtovsiz o'q uzib, sap bo'lib olg'a yuborildi. "Nimishqa atmaysiz?" hayron bo'lib so'radi Rizvangul pilotning to'xtab qolganidan darhol sezib. "Endi oson o'zimizning jangchilarga tegidi. Qarang, ular Aydrumga yetib bordi", dedi pilotchi o'rnidan turib, quloqsizning beshini ilib, uning qisqichashliq beshidan xuddi qasqondan chiqqandek o'rib ko'tarilib o'tadi. Aydrumga qilingan shu kungi hujumda Aydrumning simsiz telegrafxonasi milliy armiya qo'lga o'tdi. Aydrumga bo'lgan qo'rshav yana mutarib milliy qo'shin Aydrumning buzuqisida qistab keldi. Endi minomyot bilan Aydrumni bemalol to'pga tutqili bo'ladi. Shu kundan boshlab Aydrumga Gominning aeroplanlari qo'nolmaydigan bo'ldi. Havodan tashlagan ashyolarning ko'pinchisi qo'rshab yotgan milliy armiya jangchilarining qo'liga tushadigan bo'ldi. Tunchi qatim jangga qatnashgan Rizvangul nahayda xushal bo'ldi. U ishg'ol qilingan Aydrumda o'lja ilingan qurollarni qiziqib ko'rayotganda kimning biridir ochiq varqirgan ovoz anglandi. "Rizvangul Hoshim, mana men nima ish?" Rizvangulni chaqirgan odam shu kungi hujumning qo'mondoni edi. Rizvangul uning xuddi bulutdek tutilib ketgan chiroyidan qandaqdir bir chataq ishning bo'lganligini payqadi. "Siz bir jangchi degan qo'mondonlikqa bo'ysunish shart. Bo'lmasa harbiy intizom bo'yicha sudga tortilsiz. Darhol o'z o'rningizga qayting. Sizni yardarlar kutib turadi." "Xo'p", dedi Rizvangul esini yig'ib va sanator sumkasini yonbishiga ching bosqinicha yugurib ketdi. Tegmabdi, yo'q, tegibdi. Milliy armiyaning Aydrumga hujum qilganligi, shu vajidan Aydrumning qo'ldan ketish xavfi Gomindangning Urumchidagi qo'mondonlarini aloqzada qilish bilan qolmay, bu xabar Chongqingga Gomindangning eng cho'ng qattiqishi Jang Jeshiga berib yetdi. U Urumchidagi Gomindang qismlariga butun kuchini, o'ljini qaytarib olishga qarshi to'g'risida qattiq buyruq bergandan sirt, o'ljidagi Gomindang qo'shiniga bevosita telegram avatib, Stalingrad ro'yini besib tushirgan ruh bilan odoqqicha mustahkam turinglar deb madad berdi. O'ljidagi Gomindang qo'shini o'zlariga kelayotgan yordamchilar ham Jang Jeshining madadidan ruhlanib, Aydrumning mudofaasini kuchaytirdi va Aydrumni saqlab qolishni birinchi o'ringa qo'yishdi.
G'uljidagi Gomindan qo'shinining bu xil ruhiy holati ham harbiy kuchini aydirimqu yoshirinib o'tkazayotganligini sezib turgan milliy armiya qo'mondonlik shtabi buningdan foydalanib Gomindan qo'shinining yana bir bazasi Langshanga hujum qilib va bu yerdagi qo'rshovni kichiklatib, ularning asosliq tayanch bazasi Harabbax kazarmasini ombordek qisish planini tuzdi. Langshan G'ulji shahrining sharqiy qismiga joylashgan Elidagi sharqiy Pashnaga boradigan tosh yo'lning bo'yidagi muhim joy edi. Langshanga qilingan hujum tuvsiz boshlandi. Qo'mondonlarning qo'l ishorasi bilan qarg'a o'xshash oppoq cho'g'larni kiygan jangchilar bir qo'lida miltiq, pulemyot, avtomatlarni siqimlab, qora qaplagan tashrikda Gomindan potaylariga qarab o'milib ketdi. Langshan tarafdagi Gomindan qo'shini egilib yotgan uylarning o'g'izlari ham potaylarning ustiga 3 putliq kanay sivolli pulemyotlar o'rnatilib, ularning oldini to'sib turadigan uylar ko'ydirilib, oldi taraf uchilikqa aylantirilgan ham tap-takshi qilib etilgan edi. Shunga u yoqqa qarab mangan har qanday kichkina narsami ularning ko'ziga chiliqmay qolmaydi. Noyabrning oxirlaridagi tomonlashgan shaharning tinchligi cho'chigandek tartibsiz etilgan miltiqning ovozidan buzildi. Arqadilla pulemyotlarning birining keyin biri ishqa tushdi. Bu Gomindan qo'shinining yog'dirayotgan o'qlari edi. Potaylarga qarab o'mlab kelayotgan jangchilar chippida to'xtab qoldi. Ular oshkorlab qolgan edi. Shu chaqda biri yotgan yerda miltiqini batlab, ularga yaqinli yerdagi o'g'isdan o'q etilayotgan Gomindan pulemyotchiligini oldirmay nishon oldi. Gum qilgan ovoz bilan tam Gomindan pulemyotchiligi o'ntisiga uchib tushdi. Gomindan pulemyotining o'tishi bilan bir necha jangchi o'rnidan chachrab turib, pulemyot o'rnatishga qulay bo'lgan joyga berib oldi-da, pulemyotni potaylarning to'shiklariga qaratdi. Ikki tarafdan etilayotgan o'qlar bir-biriga giralishib ketgan edi. Yana bir necha jangchi ang chatdagi potayga yiqilib qolgan edi. Ularning ichidagi potayga granat tashlasa, yetgudak orliqqa berib qolgan biri belidan granatni yashdi va chimaltikini granatning halqasiga kirgizib turib, bar kuchi bilan potayga qartib atdi. Gumbang qilgan ovoz bilan tang yerdan quyuq chang to'zon ko'tarildi. Granatning portlashi bilan potayning to'shigidan etilayotgan o'qmi jimiqdi. Buning bilan bir necha jangchi o'rnidan chachrab turib, olg'a qarab yugurib ketdi. Dal shu chaqda yiliqi potaydan qaytadan pulemyot tatildi. O'rnidan turib, hujumga o'tgan jangchilarning birining keyindan biri ko'krigini chanqallig'icha qarg'a yiqildi. "Abla, jangchilarga o'q tegdi." Bu Rizongilning ovozi edi. U shundoq dedi-da, atrofdagilarning to'sqiniga qaramay, yilon bag'ri yugurganicha jangchilar yiqilgan joyga yetib bordi. Rizongilning potaydan etilayotgan o'qqa pisand qilmay, yordam yiniga yugurib borganligidan hayratlangan jangchilar birining keyindan biri sakrab turib, qurollaridan o'q uzib potayga qarab etildi. Tushdan adashlangan granatlarning zarbasida yiliqi potay qor bulutdek istidak ichida g'oyib bo'ldi. Potayni tashlab qochgan bir to'p Gomindan askarlari taraf-tarafga pitirab ketdi. Rizongil yardarlarning keyindagi ig'ir miltiqini oldida batlab qarg'a tizlandi va qechib ketayotgan Gomindan askarlarini bir nishonlab tabgini besib atdi. "Tegmabdi", dedi alam bilan Rizongil. U nishonlab atgan Gomindan askarlari yana yugurib ketayotdi. Biroq uning yugurishi 3-4 qadam oshmadi. U bir necha qadam yugurib, ikki qo'lini kerib, oldiga dum yiqildi. "Yo'q, tegibdi", dedi uning uzoqqa qarab turgan Rizongil. "Tegibdi." Rizongil shu daraqida toki miltiqidagi o'q tuguvchi atdi. Ondan miltiqini bo'yniga esib, holsiz yotgan yardarni ko'tardi. "Qo'yib eting, o'zim mangalayman", dedi yardar Rizongilning qo'lini neri ittirib va bir qo'lida ko'krigini ching besib, Rizongil uning qo'ltiqidan yulab asta-asta orqa safga chekildi. "Bak mergan ekansiz juma, ushni tikmollaq tushirib atdingiz", dedi yarador Rizongilga tayinib, asqoqlab ketib etib. "Agar tizlanmay miltiqni yerga tarab atgan bo'lsangiz, bir tomni o'qingiz zoy ketmaydi ekan." Rizongil yardarning qansirab oqirib ketgan chiroyiga qarab qo'ydi-yu, un chiqmadi. "Rizvongil, men qochib ketay dedim",
Nega? Qo'shin qaytmasam bo'lmaydi. Bo'ladi. Anketingiz qani? Mana, yeliqi yardar yigit qo'lida bir varaq qog'ozni ko'tarib, doktorlar boshliqining oppoq xaltasining ustida ikki dastasidan yip bilan bog'langan ko'zaydagi pulinglab turadigan 40 yoshlar chog'misidagi ayolning ishxonasiga kirib, adab bilan ahvolni aytdi va Güspatildan chiqish anketini u ayol uzatdi. Boshliq ayol maydasidagi ko'zoynakni ko'ziga taqdi. Bir necha quruq xat yozilgan anketga itti ko'z yedirtib chiqdi-da, yigitning qo'liga qaytirib berdi. Sizdagi yardarlar bo'limida ekansiz. U yerdan chiqish uchun mana bu yerga Rizvongulning qo'lini qo'ydirib keling. Ayol yigitning qo'lidagi anketning tuvan tarafidagi bir kadakchini ko'rsatdi. Andin sizni saqaytish bo'limiga o'tkaymiz. U yerda davolanib saqaygandan keyin ular saqayganlik isboti yozadi. Uningda gospital boshlig'i qo'l qo'ygandan keyin andin qo'shinga qaytasiz. Tushundingizmi? Tushundim. Amz qaysingiz bo'ladi. Biroq men saqayib bo'lgan tursam, Rizvongul bir oyga qolmay sallamasa saqayib ketasiz degan. Mana bugun to'q-to'g'ri bir oy bo'ldi. Rost, sallamasa saqayib ketdim. Rizvongul sizga kam deganda bir oy yotasiz degan-ku. Ayol boshliq ko'zoynagining ustidan qarab, tuyuqsiz qaytirib so'rdi. Shu yigitning yuzi lap qilib, o't qilib ketgandek qizarib ketdi va un chiqmay bo'libdan chiqib ketdi. Bu Rizvongulni asta dedi yigit rallab bo'lib. Meni bu yerga qamab qo'yib, o'zining yo'qlib ketganini. Bu yigit gospitalda Rizvongulni 3-qatim uchratgandan keyin pat-patla u qizni o'ylaydigan bo'lib qolgan edi. Bo'libmi uning oldingi safga ketganligini bilgandan keyin uni ko'p surishtirdi. O'zini yo'qlab kelganlarning og'zidan Rizvongulning ishlarini anglab, bir tarafdan hayron qolsa, yana bir tarafdan uningga biror peshkanlik bo'lib qolmasidi deb ansiraydi. Gospitaldagi doktorlardan Rizvongulning har kuni kechda qaytib kelib, yardarlarning ahvolini surishtirganligini ham mushu yerdagi yotiqida qo'nadiganligini anglagan bo'lsa-mu, lekin uning qaysi vaqt kelganligini, yotiqining qayerligini bilmaydi. Rizvongulning o'rinda davolashni ustiga olgan qizdan u vaqtda so'rab baqay deb nachiqitim tamshaldi-yu, lekin nimishqidir yuragi dibildab, u vaqtda so'rashga petinolmadi. Bo'lib Rizvongulning xeyli kunlardan beri ko'rinmaganligi uni taqatsizlantirdi. Shun u har kuni belgilangan uxlash vaqti kelguncha gospitalning 2-qavatidagi balkondan gospital qo'rosiga yardar to'shib turadigan qizlar orasidan u qari qumchoq qizni istaydi. Mana endi Rizvongulni ochiq-ochkar istaydigan bahona deb bildi. Anketga qo'l qo'yish kerak edi. Qaysi frontdan keldinglar? Yigit Birechka arvoga selib kelingan bir necha yardarni avaylab tushirayotgan qizlarning biridan so'radi. Langshangdan o'lim yetim ko'pmi? Ish qilib az emas. Rizvongul bugun kelarmi? Keladi. Uning yotqi qayerda? Yardarlar binosining orqasidagi korpus 2-uy. Yigit Rizvongulning bugun gospitalga kelganligini ham uning yotqi to'g'riliq aniq xabarga ega bo'lgandan keyin xuddi qorong'u tog' ichida ezib qolgan odam oxir manzilga opiradigan yo'lga chiqib qolgandek xushal bo'lib ketdi. Milliy qo'shinning Langshang, Harambog', Aydrumga qilgan bir qancha qitimli hujumi Go'minning qo'shinlarining u yerlarga qatma-qat xandak, qatma-qat pota yasab, u yerlarga ig'ir tipdagi qurollarni bekitib, qattiq qarshilik ko'rsatish tufayli ko'ngildagidek natijaga erisholmayotdi. Ishchilar ishini, kasıblar hünərvərlər hünərini, ticarətçilər ticaretini, məktəblər oquşunu toxtatqan idi. Həmminin fikir xəyali faqat bir nərsədə düşməni yo'qolib, olcunu azad qilish edi. Sharqdan ko'tarilgan quyosh qora ham sanjaq-sanjaq naysa qilishlarni kumushdek yaltishga boshlashi bilan Langshang, Harambog', Aydrum ilgirgidan qattiq ilgir keldi. Xandaklardan, okoplardan, potaylardan, hatto uylarning o'gizlari, tamlari, derazlaridan shiddatli o't yalqinlari itlib chiqyotdi. Bu hujum dastlab Harambog'ning g'arbiy tupuligida milliy qo'shinning Harambog' qal'asiga hujum qilish bilan go'yo son-sanoqsiz o'q-dor ambri portlab ketgandek qaytirma o't kuchiga duch keldi. Rizvongul dal urush o'tlari ichida taraf-tarafga yugurib, issiq qonlari bilan oppoq kultum qonni bo'yayotgan yardarlarni birining kaynidan birini hapash qilib chiqyotdi. U oqshom atiganda Langshang, Harambog', Aydrumga hal qilg'uch hujum boshlandi.
bu hujum Stalingrad ruhin besib tushadigan ruh bilan oxirgacha mustahkam turmoqchi bo'lgan Guminning qo'shini yer bilan yakson qilinmoqchi to'xtamaydi degan gapni chalpuchuq anglab qolgan edi. Shung u oqshom yotoqqa qaytmay jang maydonida tikilgan vaqtli turalg'ularning birida quloqcha juva pinisi bilan tunab chiqdi. U kecha uxlamadi. Shu kechasi qo'mondonlik shtabidagilarmi, butkul jangchilarmi uxlamadi. Qo'mondonlik shtabi oy qorong'usidan foydalanib, hujumchi qo'shinlarni qaytadan o'rinlashtirdi. Zambirakchilar, minamyotchilar, pilimchilar, pistirmichilarning o'rinlarini tangshidi. Langshandan tartib Aydurumgacha bo'lgan 20 kilometrga yaqin bu uzun ham keng oldingi safni saqlab atgan qo'shinlar shu kechasi butunlay qaytadan o'rinlashtirildi. Shunga jang boshlanishidilla nihoyatda kaskin, nihoyatda shiddatli bo'ldi. Jangchilar panohlanib turgan har bir to'palik to'xtovsiz zarba bilan tegib atgan o'qlardan hash-bash degicha chang to'piga aylanib ketyotdi. Tamlar titilib, xuddi paxtadek to'satdi. O'q tegib, yiqilib atganlarning sonini ilib bo'lmaydi. Hammamiz jangchilarimizni qutuldirishga otinayli. Rizvongulning bar ovoz bilan qilgan chaqirig'i va boshlamchiligi bilan urushga kirishi o'ziga o'xshash nurg'unlagan shafqat hamshirlarning jasoratini urg'utib, xuddi hujumchilardek jangga otlantirdi. Ularning yosh yuragi vatan uchun, aziz zaminni dushmanning asardan qutuldirish uchun tepatdi. Ularning ko'ziga o'lim ko'rinmaydi, o'limni yodiga keltirmaydi. Ular eng xatarli joylardan yordar jangchilarni qutuldirib chiqardi. Rizvongul har bir xirish yer uchun qurbonlar berib, qon oqizib, aziz jonlardan kechib, qadam ilgarilayotgan jangchilar bilan birga eng oldingi safda heli bu yoqqa yugurib, yordorlarni bexatar joyga akilib yotqizadi. Jangchilarning "Rizvongul, qayting! Bu yer xatarlik!" degan so'zlari uning quloqiga kirmaydi. Rizvongulni o'z jindim aziz ko'rgan jangchilar uni tutib olib, o'milib menishga majbur qiladi. Komandir uningga to'xtovsiz buyruq beradi. "Qayting, Rizvongul, darhol qayting!" Dal shu chaqda oldingi safda yana ikki jangchilar o'q tegdi. Uningdan keyin yana biriga, uningdan keyin yana biriga. Rizvongul ularning hammasini sog'-salomat orqa safga keldi. O'lim yetim ham yorinishlarning ko'p bo'lishiga qaramay, xuddi qoplanlarda olg'a yupurilib kelayotgan jangchilar dushmanning qarshiligini sundirib, to'xtovsiz olg'a ilgarilab ketyotdi. Ular ilgirlagan sari texnik kuchli o't kuchiga duch kelyotdi. Ikki tarafning o't kuchi garalashib ketgan joyda yana bir necha jangchi yiqildi. To'la yugurib oldinga ketgan Rizvongul ularni ko'rib qaytadan g'ayratlandi-da, olg'a qarab ushqandek yugurdi. O'qlar xuddi bu qahramon jasoratli qizdan o'rkingandek uning quloqchalarini, jo'llarini surib o'tadi. U yordar bo'lgan jangchilarni qutuldirishni davom qiladi. Biroq u dushmanning o'zining xilidan biri nishonlayotganligini bilmaydi. Amdagi dushman o'qi Rizvongul qayerda ko'rinsa shu yerga markazlashyapti. Rizvongul yengli o'q tegib bo'shdan ketgan bir komandirni ajal og'zidan qutuldirib, cho'loq tomning orqasiga akilib yotqizdi va jarohatini tamom hushiga keltirdi. Hushiga kelgan komandir qaytadan tabanchisini qo'liga ilib, urushga qo'mondonlik qilishga kirishdi. Endi u dushman podiyaga yetib barayla deb qolgan 3 jangchining hushyorlik bilan kuzatdi. Shu asnoda ularning biri yiqildi. U podiyaga eng yaqin borgan odam edi. "Apla!" dedi Rizvongul va o'rnidan irg'ib turib shu yoqqa qarab etildi. Rizvongul amdilikda 3 bo'lin shaklda joylashgan 3 podiyadan tang etilgan piramid miltiq avtomatlarning o'q yomg'iri ichida qolgan edi. Lekin u o'z bilan qilchi hisoblashmay yana yordar tarafga yugurib ketyapti. Mana yordarning yeniga yana bir qadam yugursalar yetib boradi. Degandek u eng oxirgi oshu bir qadam olganda yordarning ustiga kelib yiqildi. Hujumga ketgan jangchilar Rizvongulning yordarning quchoqligini chiyatganini ko'rib, dastlab uningga o'q tekkanligini payqamadi. Faqat uning beshidan oqqan qon dum yotgan yordarning oppoq chuvsini
qip-qizil bo'yvatganligini ko'rgandila, tushdan varqirashib ketdi. Rizvongul! Rizvongul! Ularning hayot mamatliq jangga kirib ketib etib, bar ovozi bilan varqirishi miltiq zambiraklarning ovozini besib yiroqlarga yamrab ketdi. Men partizan, men jangchi. Ya Rizvongulning berkini ololmay, ya gospitaldan chiqib ketolmay, bog'liqdagi bo'ridek bir o'rinda turolmay qolgan yigit birdan teqchi saqaymagan sol qo'lni qavsa, birdan gospitalning eliq oyoq boshlig'ini tillaydi. O'z beshimchilik bilan chiqib ketsangiz, har bir insonni buzganlar qatorida jazolanasiz deydi. Mangdagi qo'lni shiltib ketgani uchun tazim yo'g'onchi xotinkin u. Mening bu yerda azobni to'lay deyotganligimni bilmaydi-da. O boshliq bo'lsa, men u boshliq. Mening qo'l ostimda pulemyot, miltiq, avtomat tutgan 18 askarim bor. Hozir ular urushning toza qaynagan yerlarida dushmandan puxodan chiquvchi intiqom olyotdi. Men bo'lsam, u xotinga gapimni o'tkazolmayotganligimni qaramamdigan. U o'z-o'ziga so'zlab, shu yerga kelganda yana muhurka xaltasini oldi. U ochiq muhurkani kanaycha qilib yo'gab tutashtirgandan keyin ichiga bir necha navbat tortdi-da, seni so'g'oqqa bog'ib qo'yib, o'ylangan holda o'ng qo'lidagi muhurkani so'l qo'liga yo'tkadi. Biroq qo'li ig'izga yetmadi. Bir tol muhurkani ko'tarolmagan yerga miltiqni asli ko'tarolmaydi ekansan-da. Kasobat. Men bu o'ng qo'lim saq bo'lgandan keyin tapancha bilanla jo'nda verman. Biroq Rizvongul qo'l qo'yarmi? Aytangay, qo'ymaydi. Mening ahvolimning ujur-bujurlarigacha eliq yo'g'onchi xotinga deb bergan chig'i. U muhurkini yana o'ng qo'liga oldi-da, qattiq sho'rdi. Qishning qisqa kuni g'arbga qiyzaygan edi. Atiganda boshlangan gumbur teqib pasaymagan edi. Qarong'i tushib ketsa, hujumni to'xtaydi. U shundoq degunicha g'arbga qisaygan quyoshga qaradi. Shu chog'da uning ko'zi gospital darvozasidan kirib kelgan birinchi harfga tushdi. Yana yartirib ketdi-da. Xiyolini o'tkazdi u. Harfa angacha gospital qo'rg'osining o'tirisi to'xtadi. Atrofda sanatar qizlar paypadak bo'lishib yuradi. Yigit u qizlarning ichidan uzun iktal o'rimchi chashni istaydi. Yana kelmabdi, dedi u umidini o'sib. Qizlar birishka harfidan usti adyal bilan yopilgan birini nusulka bilanla ko'tirdi-da, yerda turgan bir necha lanka uzatdi. Shu chog'da nusulka qinqiyib, uning bir chetidan xuddi qor arag'amchidek bir narsa sanqilib qoldi. Bu uzun bir tal o'rimichash edi. Ularning harakatiga diqqat bilan sapselib turgan yigitning yuragi qart qilib qoldi-da, qo'lidagi amdil yerimdigan tamakini bir qirtib tashlab, balkondan o'qdek yugurgan peti tushdi. Rizvongul, ko'zingizni iching-a! Yigit Rizvongulni jiddiy qutqizish bo'limiga akirib, davolashga kirishkicha uning atrofida pirqirab to'xtamay shu bir gapni takrorlaydi. Rizvongul, ko'zingizni iching-a! Ko'zni mahkam yumgan, tishlarini bir-biriga chinqirishtirgan Rizvongulning ustingi qopqi sal midirlagandek bo'ldi. Hammalar uningga tikildi. Rizvongul, ko'zni ochdi. Rizvongul o'shiq keldi. Rizvongulning asta ichilgan ko'zi o'ziga talmirib qarab turgan yigitga tushdi-da, chiroyiga tabassum yugurdi va og'ziga umalligandek qildi. Yigit qo'lini Rizvongulning og'ziga apardi. Men partizan, men jangchi, sizga rahmat. Siz bo'lmasangiz. Yigit anglagan gaplar faqat shula bo'ldi. Yigit yana o'zining gaplarini yana anglamoqchi edi. Biroq Rizvongulning ovozi o'chdi. Uning tasda ichilgan ko'zlari asta yumilib qoldi. Rizvongul! Yigit o'zini tuta olmadi. U endi ichidan etilib chiqayotgan yeshini bo'lishiga qo'yib berdi. Doktorlar yigitni sirtqa chiqib ketdi. Va birozdan keyin uningga Rizvongulning ishonchug'idan chiqqan 4 qatlab sirtini chiroyli qog'oz bilan o'rgan kichkina bir qog'ozni ochib berdi. U iliq varaqa edi. Yigit u varaqani qaytirib o'qib chiqdi-da, Rizvongulning bu qimmatli tabarrugini tush yonchiqiga soldi va shu kitsla oldingi safga yurib ketdi. Rizvongul uchun: "Salom yo'ldosh qo'mondan, men qaytib keldim."
dedi yigit udul qo'mondonlik shtabiga yetib kelib. Butkul alding'izab urushiga qo'mondonlik qilish shtabi bu chaqda Langshang Arambog gazarmasining tuvindan eqib o'tadigan O'stangning nerga qirg'idagi uylarga ko'chib kelgan edi. Vaqtliq shtabning nerisi bir yog'och tugman kecha jimjitligini buzib gurildab turardi. Shtab ichida harbiychi kiyingan belidagi kang tasma balvoqqa tapancha asgan 3 kishi ustalga yeyilgan jang xaritasiga engishib, uningdagi dushman istiqomlari bilan milliy qo'shin ishg'ol qilgan joylarga belgi qo'yib To'g'risida yo'g'on gaz lampa vishildab uy ichini kunduzdek yuritib turardi. Uchaylan eshik oldida harbiychi salom berib ketib turgan. Qo'mondonlar orasida qobil qo'mondon, jangchilar orasida qo'rqimsiz deb ta'riflanadigan Izvud qo'mondonga ko'zi tushdi. "Yaxshi, saqaydingizmi?" so'rdi. Yiliq uchaylarning ichidagi eng yelkili, baslik kelgan, chiroydan sur yig'ib turgan, kang yoqliq qilin harbiy palto kiygan 40 yoshlar chog'asidagi kishi. Qolgan ikkilan yana ustalga yeyilib, xaritaga qarab o'z ishiga kirishib ketdi. Butunlay saqaydim. Saqayganlik ispravkang qani? Menga ispravka beradigan doktor qurbon bo'lib ketdi. Qaysi doktor? Rizvangul. Qo'mondonning chiroyi turildi. Yilqi ikkilanmi bu gapni anglab, beshini ustaldan ko'tardi va bir-biriga qarab turib qoldi. Sening bu qiliqing harbiy intizomga xilof, qattiq varqirdi qo'mondon hasrat, ichinish va g'azab aralashgan bir xil ohangda. Buni bilaman yo'ldosh qo'mondon, biroq men butunlay saqayib ketdim. Ishonmasangiz, mana ko'ring. Yigit seriq chopinning tugmalarini yeshib, so'l ko'prigini ochdida, o'ng qo'li bilan vaq-vaq qilib bir nechini urdi. Ondan so'zini davomlashtirdi. Menga skripka yezib bermoqchi edi, biroq men atigancha saqlab taqat qila olmadim. Hozir gospitalga bekinib oldigan chaq emas. Qarindoshlarimiz frontda qon chekib, jang qilyotdi, qurbon beryotdi. Ular odamga muhtoj. Mening Izvudim menga muhtoj, front menga muhtoj. U yana xili so'zlamoqchi edi, biroq bo'g'ziga kelib tiqilgan yig'a uning so'zini bo'g'ib qo'ydi. "Bo'ladi", dedi qo'mondon bir pas o'ylangandan keyin. Uning chiroyidagi hasrat, ichinish va g'azab yo'qolmagan edi. "Insonsizlikning haqida keyin shtabga tekshirishnomani topshirsan. Xo'p, yo'ldosh qo'mondon. Sen hozir zavod qo'mondoni emas. Sen qo'mondonlik shtab nomidan Langshang frontining qo'mondonligiga tayinlanding." Yigit qo'mondonning gapini anglab, qo'mondonga ikki o'tkining poshnasini bir-biriga taq qilib urib, harbiychi salom berdi. "Rahmat yo'ldosh qo'mondon, ishonchingizni cho'qim oqlayman. Langshang frontining yer tuzilishi menga 5 qo'ldek tonish. Men shu Langshangda yordar bo'lgan." Tong otdi. Yigit qo'mondonlik shtab to'liqlab bergan 5 pulemyotchini boshlab oldingi okoplarga o'rlashtirdi va dushman tarafning so'l qanotiga, ya'ni Yaysimon Polat sepilning oxiridagi do'ngga o'rlashtirilgan ig'ir pulemyotni ko'rsatdi. "Hujum boshlanganda sizlar uchunlar ashu pulemyotga biraqli o't ochsizlar. Bu bizning buzish nishonimiz bo'ladi. Sizlar ikkinglar dushmanning ovi ikki joyiga o'rlashtirilgan ig'ir pulemyotiga o't ichib, ularni o'zinglarga qaratib tursizlar. Agar biz shu fursatda dushmanning oshidongdagi ig'ir pulemyotni qo'lga tushirib olsak, Langshang frontiga berib kiradigan bir pana qiqildi" degan so'z. "Qarindoshlar, olg'a!" Qisqa lekin shiddatli hujumda dushmanning qo'las sepilning bir burchiga yemirildi. Yigit ishg'ol qilingan do'ngdagi dushmanning ig'ir pulemyotini bo'rab, dushmanning 2-chi, 3-chi ig'ir pulemyot toshqinlariga g'azablik, ajallik o'q yog'dirdi. Dushman sepi pat-paraq bo'lib ketdi. Polat sepilning bir beshini tartqizib qo'ygan qo'midan qo'shini Langshangdagi barliq zapas qo'shinlarini jangga kirgizdi. Shundaqdimi milliy qo'shin tarafidan qayqilgan bu pana bargan sir ishkarlab kirib, yeriqni yo'g'natmoqda edi. Pidakar milliy qo'shin jangchilari Langshangni qaq o'tirdan ikkiga bo'lib tashildi va ikki tarafga bo'lib, u nayzlar bilan yo'l ichib, dushmanning parcha-parcha guruhlarining bitchitini chiqarib, Gomindan qo'shinning Langshangni saqlab yotgan va urushga qo'mondonlik qilayotgan pulli qo'mondonlarni itib o'ldirdi. Tushga yaqin Langshang ishg'ol qilindi. Uningdan keyin qisqa dam elish, asirga tushganlarni, g'animatlarni qo'mondonlik shtabiga topshirish va oxirida qo'shinni tartibga solish elib berildi.
Baş komandan Milliy armiya jangchilari oldida bu urushni qisqacha xulosaladi. Langshan Harambaq aydırımni elish urushi amaliyotda Iri viloyatining markaziy G'o'lji shahrini to'liq ozod qilib, Urumchidagi Gomindangchilarga qarshi urush qilishning muhim qadami. Hozir Langshanni, Harambaqni aydırımni oldi. Faqat mushu yerdala Gomindangning 1500 dan oshiq odami o'ldirildi. 4000 ga yaqin odami asirga ilindi. 2000 dan oshiq miltiq, 100 ga yaqin eg'ir yenik pilamot, 5 minomyot, 2 aeroplan atqush, 54 aeroplan, 16 avtomobil, 8 radiatsiya va boshqa nurg'un harbiy ashyolardan g'animat oldik. Gomindangning G'o'ljidagi harbiy ma'muriy kuchi butunlay yo'qotildi. Shuning bilan Gomindang aksiyachilarining G'o'ljidagi qonliq hukmronligi tal-to'kis og'dirib tashlandi. Bizning ajdodlarimiz barpo qilgan go'zal G'o'lji shahri ozod bo'ldi. Hurra! Hurra! Yassun azatlık, yassun erkinlik. Başkomandanның milliy qo'shinga qilgan so'zi qiyiqas cho'qalarga ko'milib ketdi. Qayrindoshlar, so'zini davom qildi qo'mandan. Yana shuni aytib qo'yayki, biz bu urushlarda nurg'unlagan esil yigitlarimizdan, qahramon qiz Rizvongulga o'xshash botir qizlarimizdan ayrildik. Ular bugungi mushu kunlarni qo'lga keltirish yo'lida o'zlarining yoshlik bahorini, qimmatlik hayotini taqdim qildi. Ular bizning buningdan keyingi kurash ham janglarimizda har birimizning qalbiga porloq atiga boshlaydigan ulga. Biz ulardan o'ginib, Gomindang aksiyachilariga qarshi odoqqa kurashga otlanaylik. Langshan frontining qo'mondoni bo'lgan yigit endi yangi urushlarga moslashish uchun tashkillangan otliq polkining qo'mondoni bo'lgan edi. U yangi tarqitib berilgan otliq askar formasini kiyib, ostida chapchib turgan itiga mingan holda qo'mondonning gapiga quloq soladi va uning har bir so'ziga ovoz qo'shib, Rizvongul mangu hayot. Rizvongulning qini hargiz bekor oqmaydi, deydi. U ana shundoq hissiyot va jasorat bilan yangi qonliq urushlarda zafar quchish uchun yurib ketdi. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti mangu sizlarning sirdosh do'stinglar. Hammanglarning bu vaqti xayrli bo'lsin. Rahmat.